Inson hozirgi kunda xosatan bu iqtisodiy bir qiyinchiliklar va fitna zamonlarida xosatan ayollar bir qarovsiz qolgan, beva qolgan ayollar hayotdan bir umidsizlikka tushib qoladi yoki erkaklarda ham bo'lsa iqtisodiy bir holatlari qiynalgan paytda odam ilm ma'rifatdan uzoq bo'lgandan keyin bir qiyinchilik holatiga tushib qoladi. Bunday odamlarga nasihatimiz, odam birinchidan bo'lib turib Alloh taologa bog'lanish kerak. Agar Alloh bilan bo'lsa odam nima yo'qotadi? Agar Allohni yo'qotgan odam nima topadi? Shuni ayting. Agar odam Alloh bilan bo'lsa hech narsa yo'qotmaydi. Agar Allohni yo'qotsa bu odam nima topadi? Allohni yo'qotsin-da mol dunyo topsin, butun obro'y topsin, podshoh bo'lsin kerak bo'lsa mana. Lekin Allohni yo'qotsa bu odam nima topgan bo'ladi? Hech narsa topmagan bo'ladi. O'sha uchun ham hech qachon odam mahrumlik holatiga, ya'ni umidsizlik holatiga tushmaslik kerak. Ista'in billahi va la ta'jiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohdan madad so'ra, hech qachon ojiz bo'lmagin degan. Hech qachon ojiz bo'lib o'tirib qolmagin. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar degan Alloh taolo. Allohning rahmati keng, Alloh taoloning fazli keng, beruvchi Alloh, oluvchi ham Alloh. Baxt saodatni Alloh beradi, mol mulkni Alloh beradi va ayol kishiga er bo'lsa erni Alloh beradi, erkaklarga ayolni Alloh nasib qiladi, farzandni Alloh beradi, baraka xayrni Alloh beradi. Hammasi Allohning qo'lida. O'shanday bo'lgandan keyin bu narsani kaliti Alloh taologa bog'lanishlik bilan bo'ladi va gunohlardan istig'for so'rashlik bilan bo'ladi. Agar mana shunday qilib turib Allohga bog'lanib, sajda qilib, niyat qilib boshlasa, o'sha 2 rakat namoz o'qishlik bilan o'zi buni nima foydasini sezishni ko'radi inson. Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan, kim meni zikrimga ergashsa, Qur'onga, hidoyatga ergashsa, uni falanuhyiyannahu hayatan tayyiba degan. U odamni biz toyib hayotda yashatamiz degan. Toyib hayot hamma tomondan toyib bo'ladi. Insonning hayoti toyib bo'lishligi uchun boy bo'lishligi kerak emas. Boy bo'lsa toyib bo'ladi emas. U yetarli darajada Alloh taolo uni rizqini beraveradi, boyga ham, kambag'alga ham, yaxshiga ham, yomonga ham, mo'minga ham, kofirga ham Alloh taolo rizq beraveradi. Rizq masalasi boshqa narsa. Lekin hayot toyib bo'lishligi uchun unga yaxshi bir jufti halolni nasib qilishligi, farzandlarni nasib qilishligi va baxt saodatni berishligi, toyib hayot bular hammasi Qur'onga ergashishlik bilan bo'ladi. O'sha uchun ham biz dinimizga hammamiz qaytishligimiz kerak. Noumid bo'lmang, hech qachon noumid bo'lmaymiz ham. Alloh taolo bilan bo'lsak, hech qachon umidimiz uzilmaydi. O'zi aslida biz bu dunyo uchun yashamaymiz-da. O'zi bu dunyodan yashaymiz oxiratga o'tib olishlik uchun. O'shanday bo'lgandan keyin nima bo'lsa ham oxirat hayoti bo'lsin, Alloh taolo oxiratimizni obod qilgan bo'lsin. Oxirat uchun mahkam tursa inson, Alloh taolo bu dunyoni yaxshiga ham, yomonga ham berib yotibdi-ku o'zi. Yaxshiga albatta beradi. Alloh taolo hech qachon o'ziga sajda qilgan odamlarni baxtsiz qilib turib tashab qo'ymaydi. Alloh taolo Qur'onda aytganki, Toha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Biz sizga ey Rasululloh Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun tushirganimiz yo'q degan. Qur'on baxt saodat uchun keldi. Biz Qur'on yo'liga ergashsak, o'shanda baxt saodat topamiz. Qur'on bizga nimani o'rgatadi? Qur'on bizga baxt saodatni o'rgatadi. Buni yo'li birinchi Alloh subhanahu va taologa bog'lanishligimiz bilan bo'ladi. Shuning uchun ham darslarga bog'lanish kerak, ilm ahlimlarga bog'lanishlik kerak. Mana asmoy sifat darslarida ko'p eshitish kerak. Alloh taoloning ism sifatlarini. Alloh taoloning ism sifatlari orqali Allohni tanigan odam o'zidan Allohni yaxshi ko'rib qoladi. Alloh taolo shunchalik saxiy, Alloh taolo shunchalik karim, Alloh beruvchi boy bo'lgan zot, Alloh taolo juda ham qudratli, azizul hakim bo'lgan zot ekanligini inson bilsa, Allohdan boshqaga qo'l ochmaydi, Allohdan umidini uzmaydi. Umidsiz bo'lgan odam bu shaytonning yo'liga kirgan odam umidsizlanadi. U qachon Allohdan uzoqlashsa, shayton o'zi shuni xohlaydi-da. Shayton Allohdan odamlarni uzishlikni xohlaydi, noumid qilishlik uchun. Mana bu shaytonning eng katta bir harakati shundan bo'ladi. Buni uzib tashlaydigan narsa zikr, Alloh taologa bog'lanishlik. Allohga bog'lansa, Alloh taolo albatta bir toyib, bir yaxshi hayot beradi.